Navoiyning ilmga bo'lgan ishtiyoqi erta uyg'onib, 4 yoshida madrasada ta'lim ola boshlagan. U o'smirlik yillarida o'zi sevgan shoirlarning 50 ming baytdan ortiq she'rlarini yod bilgan. Alisher Navoiy 16 ta adabiy janrda ijod qilgan. Navoiy turkiy tildagi ilk xamsani 2 yil davomida yozadi. Navoiy o'z jamg'armasi hisobidan Hirotda va butun Xuroson mamlakatida 300 dan ortiq inshootlar qurdirgan. Shoirning lirik merosi umumiy hajmda 50 ming misradan ortiq Hazoinul Maoni nomli 4 devonga jamlangan.